Assalomu alaykum yaxshilar. Xayrli tong. Yaxshi yuribsizlarmi hammanglar? Yana palovxon to'ra qilamiz. Kimlardir joniga tegib, osh qilib charchamadinglarmi? Hamma biladigan narsani o'rgataverasizlarmi deyishadi-yu. Lekin o'rganmagan odamlar ko'p, shular uchun dars. Yoqmaganlar chiqib ketaversa, hech kim zo'rlanmas. Bugun 1,5 kilo guruchdan osh damlaymiz. Har doim ko'p osh qilganimizda ko'p osh qilish oson deyishadi. 1,5 kilo guruchdan o'choqlarda mana olovlarimiz yonib turibdi. O'choqlarda qilamiz. Men hozir 1 litr yog' soldim. 1 litr yog' soldim. Keyin bir 3 dona kattaroq, kichikroq piyozlarni to'g'ri katta kichik qilib. Keyin 1 kilodan oshiqroq go'sht, faqat suyaklari bor go'sht sovutdim mana. Qovurg'alarni sovutdim. 1 kilodan oshiqroq bu. Keyin 1 kilo 700 sabzi solaman. Hozir endi birinchi piyoz sovuramiz. Kimlardir birinchi suyak soladi, biz piyoz sovura qolamiz. Bismillah. Biroz qovuramiz. Bismillah. Go'shtlarimizni solamiz. Go'shtlarni albatta oldindan yuvib olamiz. Kechqurun tuz sepib, tuzlab qo'ygandik. O'shanda mazaliroq bo'ladi, go'shtga ancha mazza kirib. Tuzlab qo'yib, ertalabda hammasini yuvib tozalab, keyin solamiz. Biroz ikkalovini qovuramiz. Piyoz bilan go'shtimiz yaxshi qovurilyapti. Yana biroz qovuramiz. Mana qovurildi. Ustiga 1 kilo 800 sovutdim. Sabzi sovuramiz. So'zlarni yoyib yuboramiz. Men qovurmayman. Xohlaganlar qovurib tayyorlayveradi. Buni ustiga no'xat solib qo'yaman. Mana piyoz to'g'ri shunda ustiga sovuramiz. Nima beradi deganlarga. Bu ham osti shirin qilishga yordam beradi. Xom piyoz o'zi pishib ketadi. Ustiga no'xat sovuramiz hozir. No'xat soldik. Ustini yopamiz. 1 litr suv quyamiz. Suv quyib oldik. Endi 1 soat davomida qaynatamiz. Lazer guruchdan olib 1,5 kilo olib, yuvib, tozalab, yarim soat uvitib qo'ydik. Oddiy sovuq suvda uvitdik. Endi suvni to'kib tashlab, guruch sovuramiz. Ovqatimiz 1 soat qaynadi. Mana suvlari ham kamaydi. Endi guruch solamiz. Guruchimizni soldik. Har doimdek o'sha boshida solgan suvimiz bo'yicha zirvakka o'zida damlaymiz. Shuna qilib yetiltiramiz hozir. Hamma yoq birdek qaynaydi. Tuz ziravorlarni tabga qarab solaverasizlar. Tuz bilan zira sovardim. Har doim osh o'zini zirvagida damlayotganda ozgina yopib qo'yaman. Yetilib olishi uchun. 10 minut, 15 daqiqa, yo 10 minut deylik, 10 daqiqa shuni odimlab yetiltirib olamiz. Oshimizni ko'rib olamiz. Ozgina qaynagan joyini qaynamagan joyi bilan aralashtirib olamiz. Bo'ldi. Orada albatta tuzini ko'rish kerak. Bismillah. Yaxshi. Yana 15 daqiqa shuni odimlab yetiltirib olamiz. Do'lma qilamiz. Do'lmalarimizga kerakli narsalarimizni olamiz hozir. Qalampilan oldik, endi karomlarni olamiz. Mana shunaqa Rossiya bozorda chiroyli, eng oldi karamli. Shulardan ham olamiz. Go'sht rastalarga o'tyapti. Chiroyli go'shtlardan olamiz hozir. Hamma go'shtlar chiroyli. Mana shu chiroyli go'shtni olamiz. Shu nimalarimizga har doimgidek Zohriddin qassobdan 3 kilo go'sht olamiz hozir. Endi uzun barglar olamiz. Qaranglar, mana shunaqa chiroyli, yumshoqqina uzun barglardan olib do'lmalarni boshlaymiz, xudo xolasa. Hamma masalliqlarni olib kelib, do'lmalarni tayyorlab tugib oldik. Bunga qancha masalliq ketdi deganlarga mana hozir ochib ko'rsataman. Mana bu yoqda karomi, bu yoqda uzun bargi, mana oramizda bulg'or qalampirlik do'lmalari hammasi tayyor. Qancha masalliq ketdi deganlarga. Bu qiymalarni tayyorlash oson-ku. Qiyma qildik go'shtni. 3 kilo go'sht, 3,5 kilo guruch ketdi. Keyin yog'ga tuz ziravorlarni o'zingizlar keragicha solasizlar. Shularni keyin tugib oldik hammasini. Maydalab ko'rsatib o'tirmadim. Endi qozonga terib olamiz. Qozonimizga ozgina qizigan yog' soldik, bir 300
300 gram atrofida. Bularni hammasini terib chiqamiz hozir. Do'lmalarimizni qozonimizga terib oldik. Uzun bargligi, bulg'or qalampirligi, taromligi. Bu o'rtasini chuqur qilib qo'ydim. Nimaga? Hozir kartoshka, piyozlarni qovurib, suv solib, keyin buni ustiga solamiz. Olov yoqib yuboramiz, xudo xolasa. Pishirishni boshlaymiz. Mana qozonga yog'i soldik, piyoz soldik, kartoshka soldik, qovurib, ozgina tomat bilan suv solib qo'ydik. Bu endi biroz qaynab tursin. Do'lmalarimiz ustiga ozgina bitta osh qoshiqda zira, choy qoshiqda kashnechurug' solamiz. Tuz solamiz. Hozir qaynab turgan kartoshkali zirvaga sovoramiz. Tuz sovordik. Hammasini ko'rib, keyin kam bo'lsa, keyin tuzlarni yana solinaveradi. Ana endi tayyorroq quyib yuboramiz. Qalampirlar bilan hammasi. Ana kartoshkalar o'rtaga tushadi, suzganda qiynalmaymiz buni. Parlar bilan qaranglar. Kartoshka, bu yoqdan bolgarskiy, bu yoqdan uzun bargli, bu yoqdan karamli do'lmalarni shunda olib quyib beraveramiz, solib beraveramizda, lagallaga qiynalmasligi uchun shunaqa qilib atrofiga hammasini, o'rtasiga kartoshkani solamiz. Hozir yana bunga qo'shimcha qaynab turgan suv quyamiz, bo'lmasa yetmaydi. Albatta ustidan ko'mar-ko'mmas qilib solib chiqamiz. Sovoldik. 45-50 daqiqa dimlab pishiramiz. Hozir bitta qaynavasi pishguncha, xudo xolasa 45 daqiqa o'tadi. Oshni olovini yonishi bu do'lmalarimizni birinchi boshda 15 daqiqa baland qaynatib olish kerak. Shu nima bo'lib cho'kib, uvib qolmasligi uchun guruchlar. Hozir shuncha baland qildik. Olovimizni 15 daqiqa yaxshilab shaqillatib qaynatib olamiz. Keyin sal pasaytirib, yarim soat 35 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ovqatlarimiz zo'r qaynayapti. Oshimizni boshladik aralashtirishni. Shunaqa ham chiroyli chiqdi. Alaykum assalom. Galipsi ham bor ekan qo'li? Bor, hali tayyor emas. Yo'q, galipsi hali tayyor emas. Go'shtlarni to'g'rab olay, maylimi? Ha, целый бросьте мне. Maza qilib yeb olaman deng. O'tirasizmi, to'g'rab deng. Hozir ozgina yog'ini olib olay buni. Tuzamiz hozir u pishib olish kerak, pishmay qoladi bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Yog'liroq chiqadi, bo'laveradi. Ana ovqat ko'pda, o'shancha buni sal kamroq qiluvdik. U ham olib ketaman deguncha kimdir ilib ketmasa osh bor ekan. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana, to'xta. Bo'ldi mana, oshig'i bilan. Talashma opa. Nechta? Nechta? Voy, 5 ta 70 tushiraveramiz kamiga, xo'pmi? Bitta bo'ldi. Ovqatlarimiz mana 5 minutda tugadi. Bu yoqda galipsi ham tugadi, bu yoqda osh ham tugadi. Lekin suzib sizlarga ko'rsatishga umuman iloji bo'lmay qoldi. Shunday qilib sizlar ham shunaqa mazzali, oddiy yeguliklarni tayyorlab yuringlar. Ovqatlarimizni ko'rmasanglar ham tayyorlab mazza qilib yeyinglar sizlar ham.